Assalomu alaykum O'zbek media obunachilari, bormisizlar? Sog'misizlar? Tinchmisizlar? Joyingizlar sog'mi? Xudo xolasa mana bilmadim nechidir oylar bo'lib ketibdi video qo'ymaganimga va nihoyat yuragi bitta esdalik uchun o'zim uchun mana shu videoni olishga qaror qildim. Videoni sifatiga rozi bo'lasizlar va sizlar bilan hozir qisqacha ayrim narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Adashmasam oxirgi video kanal yana blokka tushdi bo'lgandi. Kanal joyida turibdi, o'lib ketgani yo'q, ya'ni polnisi o'chib ketgani yo'q. Bir tekstda ketyapti, lekin pul ishlagani yo'q. Va oxirgi yangiliklardan biza 124 mingta bo'ldik ertaga yoki уже hozir bo'lgandir ham 125 mingta bo'lgandir. Va yana bir gap. Mana shu O'zbek media kanali adashmasam 2020-yil ochilgan bo'lsa, mana shu vaqtdan beri men YouTube bilan olishib kelishda davom etmoqdaman. Orada mana ko'rdinglar, rezultat ham qildik, lekin buncha yillik mehnat uchun bu rezultat juda kam va bu ketgan vaqtni badalini to'lash uchun, o'zini oqlash uchun bundan katta natijalarni qilishga men hech bo'lmaganda o'zimni oldimda buni majburiyatim deb hisoblayman. Chunki shuncha ketgan vaqt, shuncha ketgan ko'z nuri va boshqa mehnatlar uchun bundan biz kattaroq summa chiqarishimiz kerak. Shunaqa hozircha va bugun 20-may. Уже mana 21 ga o'tamiz yaqin. Vaziyat shunaqa. Toshkentdaman. Hozircha lekin qaraylik, hech kim shunaqa vlog olmasa kerak. Mayli, bu ham bitta esdalikka bo'lib qoladi. Qiziqarli video bo'lib. O'zi yaqinda mana vaqt juda ham tez o'tyapti. Yaqinda mana shu 2025 ham tugaydi. Nimaga deganda biz уже 2025-yil uchun 5 oy yurib qo'ydik oldiga. Va bu yog'i yana ham tezlashib ketadi. Hozircha shu hammasini aytaman, san video kamlik qiladi va men garantiya beraman, bu videoni hamma to'liqcha ko'rmaydi, balki bu video o'zim uchun qolar esdalik bo'lib. Sizlardan har doim so'raydigan narsam like bosinglar, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar, ideya beringlar, qanaqa videolar olsa bo'ladi va aytishlar mumkin. Kanalga nima video kam chiqyapti deb. Kanalga video kam chiqishining sababi men bu kanaldan olishim kerak bo'lgan emotsiyani boshqa kanaldan olib bo'layapman. Shuning uchun bu kanalga uncha fokus qaratganim yo'q. Nimaga deganda, narigi kanal menga yaxshigina emotsiya beryapti. Sababi bu kanalda obunachi ko'p, kommentariyalar har soatda kommentariya keladi, layklar soni juda ham ko'p. Aktivlik juda yuqori. Bir kunlik prosmotr 200 mingdan o'tsa kerak, adashmasam 200 ming, 250 ming. O ya'ni bu yerda o'sha videolarni prosmotr haqida gap ketyapti. O'sha 250 tacha video bo'lsa, har bitta videodan har xil, qaysi biridan 8 mingta, qaysi biridan 1000 ta, mana shunaqangi auditoriya keladi. Lekin hali ham men o'ylab qo'yganman, sizlar uchun qiziqarli bo'lishi uchun, foydali bo'lishi uchun, sal jiddiyroq bo'lishi uchun sifatli videoroliklar tayyorlash meni rejamda bor. Faqat bu narsa haqida podrobniy aytib bera olmayman, to'liq aytib bera olmayman, lekin rejada bor shunaqangi videoroliklar tayyorlash va yangi qurilmalarni xudo xolasa nasib qilgandan keyin sizlar bilan unpacking qilib ochib polnist ko'rsatib o'taman va ayniqsa yana nima? Ayrim yangiliklar bo'lib qolishi mumkin, katta juda ham jiddiy yangiliklar. Agar shunaqa yangiliklar bo'lib qolsa, men yana bu haqida video qilib, to'liq videoda aytib o'taman. Hamma yoq qorong'i ham bo'lib ketdi. Shunaqa. Xullas, hurmatli do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Meni shunchalik qo'llab-quvvatlab, podдержка berib turganlar uchun kattakon rahmat. Videoni mana shu joygacha ko'rganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r rezultatlar qilib, yaxshi videolar chiqarib, foydali, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilaman. Joyinglar sog' bo'lsin. Charchamanglar, kuzatishda davom etinglar. Rahmat.